Koreyada tasavvur qiling, metroda ketyapsiz. To'g'ringizda bitta koreys o'g'il bola o'tiribdi. Ozginadan keyin koreys nima qiladi? Pomadasini oladida, shunday qiladida, labiga bunday suradi. Koreyada masalan o'g'il bolalar makiyaj qilishi odatiy hol deb qaraladi. Bu makiyaj hatto krem surish emas, rostdan metroda o'tirgan paytda shunday balzamni oladida, bunday suratda, indamay cho'ntagiga solib qo'yadi. Hech kim bu balzam ishlatyapti ekan deb, labi yorilmasligi uchun oldini olyapti ekan deydi. Uxotlar ham xuddi shunaqa narsa. Bizada o'g'il bolalar uxot ishlatadigan bo'lsa, uxot qiladigan bo'lsa, voy, boshqacha erkak ekan deb turib hayron bo'ladi-ku. Lekin mana o'g'il bolalar mayli 7-8 etapli uxot ishlatmasin, lekin хотя бы yuzini tozalovchi penka ishlatsin, bu yuzingizni shunchaki tozalab beradi. Nima dekorativniy kosmetika kirmaydi, teringiz rangini o'zgartirib qo'ymaydi, boshqa narsa qilmaydi. Quyoshdan himoya qiladigan krem ishlatsin. Ton bermaydigan SPF'larimiz juda ham ko'p-ku. Shunday yuzingizga surasiz, tezlik bilan shimirib ketadi. Hech kim bilmaydi SPF ishlatganingizni. Bezani bo'yalib qolmaydi. Bu odatiy, normal holat deb qarasak bo'ladi.